O'zbekiston energetika sohasida gender tengligi va ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish. Ayni mavzuda Navoiy viloyatida O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati va Fransiyaning Expertise France tashkiloti bilan hamkorlikda seminar-trening tashkil etildi. Hozir shu haqda. Bugun energetika sohasida xotin-qizlar nafaqat ma'muriy yo'nalishlarda, balki muhandislik, laboratoriya, dispetcherlik, ishlab chiqarish va texnik xizmat ko'rsatish kabi mas'uliyatli sohalarda ham samarali mehnat qilmoqda. Ular zamonaviy texnologiyalarni boshqarish, ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish, xavfsizlik talablariga rioya etilishini ta'minlash va tarmoqning uzluksiz faoliyatiga munosib hissa qo'shmoqda. Bugungi islohotlar natijasida energetika tizimida xodimlarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish, malakasini oshirish va rahbarlik lavozimlarida xotin-qizlar ulushini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda Navoiy viloyatida O'zbekiston energetika sohasida gender tengligi va ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish mavzusida seminar-trening tashkil etildi. Unda O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati tizimi korxona va tashkilotlari, elektr energetikasi tarmog'i va kasaba uyushmalari vakillari ishtirok etib, sohada gender siyosatini samarali amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari muhokama qilindi. Muhtaram Prezidentimizda xotin-qizlarga qaratilgan siyosatini izchil davom ettirgan holda bugungi kunda mana shu energetika, neft-gaz sohasida xotin-qizlarimizda soni jihatidan ham, egallab turgan lavozimi jihatidan ham salmoqli ishlar olib borilyapti. 3 yil, 4 yil oldin xotin-qizlarimizda ulushi 8-10% tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunda mana shu sohada 12-14% tashkil etyapti. Shu bilan bir qatorda xotin-qizlarimizni rahbarlik lavozimida ham ancha soni ko'paygan. Oldin 20 ta 30 ta xotin-qizlarimiz rahbarlik lavozimida bo'lsa, bugun bu raqamlar 100 ga yaqinlashib, mana shu xotin-qizlarimiz juda ham yaxshi faoliyat olib boryapti. Bugungi seminar treningimizdan kutilayotgan natija xotin-qizlarimizda liderlik qobiliyatlarini oshirish, yumshoq qobiliyatlarini rivojlantirish va gender stereotiplarni bartaraf etish. Seminar davomida O'zbekiston Respublikasida gender tengligini ta'minlashga qaratilgan davlat siyosati, energetika tarmog'ida uni amaliyotga tatbiq etish mexanizmlari, ayollar liderligini qo'llab-quvvatlash, kasbiy o'sish imkoniyatlarini kengaytirish, gender stereotiplarini bartaraf etish hamda ish joylarida teng imkoniyatlar muhitini shakllantirish kabi mavzular yuzasidan taqdimot va amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Gender tenglik masalalari bo'yicha bilmagan jihatlarimiz ko'p ekan. Hozir hammasini shu mutaxassis tomonidan o'rganyapmiz. Juda qiziqarli, yaxshi olib bo'lyapti. Bu kabi seminar-treninglar 2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasida belgilangan vazifalarni hayotga tatbiq etish, xalqaro tajribalarni o'rganish va energetika sohasida zamonaviy boshqaruv madaniyatining yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.